Assalomu alaykum azizlar, mana Namangan viloyatiga, Namangan shahar Jidagapa qishlog'iga 6 metrlik tarozimizni o'rnatdik. Eniga 3 metr, uzunligi 6 metr. Bu aqlli taroz deyiladi. Aqlli taroz. Bunda inson omili hech qanaqa aralashmasdan turib tarozini o'zi mana sammoykaga ishlaydi. Pul tiqasiz o'zi hop mashinaga qarab summasini o'zi hal qiladi. Taroz, aqlli taroz. Yangi innovatsiya. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Tarozimiz 60 tonnagacha bemalol nastroyga qilib qo'yganmiz, ko'tariladi. Kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Metan zapravkani oldiga. Jidagapa metan zapravkani oldim, mana. Shu atrofdagilar bo'lsa ham Silios tortkani kelaverasizlar.